Bir paytlar men ham videolarni ko'rib, qanday qilib shunaqa montaj qilishadi deb hayron bo'lardim. Hozir esa tushundimki, har qanday kasb kabi montajni ham o'rganish talab qiladi. Hech kim bir kunda usta bo'lib qolmaydi. Har bir yaxshi videoning ortida soatlab mehnat, xatolar va tajribalar yotadi. Men ham o'rganayotgan oddiy insonman. Ba'zan videolarim yaxshi chiqadi, ba'zan xato qilaman. Lekin har kuni ham ozgina bo'lsa ham oldinga qadam tashlayman, chunki bugun qilgan xatolarim ertaga natijamni yaratadi. Agar siz ham biror kasbni o'rganmoqchi bo'lsangiz, boshlashda qo'rqmang. Mukammal bo'lishni kutmang. Boshlang, o'rganing, xato qiling va yana davom eting. Chunki muvaffaqiyat bir kunda emas, har kuni qilingan kichik harakatlar natijasida keladi. Men bugun montajni o'rganyapman. Ertagasi bu bilim menga yangi imkoniyatlar eshigini ochishga yordam beradi. O'ylaymanki, meni kanalimga obuna bo'lib, menga yana ham motivatsiya berish uchun meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Inshaalloh men endi boshladim. Hali bundan da ko'p